Hozir aka yozibdilar. Mehmonxona uzoqda bo'lgani yaxshi, yo'qsa borib o'radi dedi. Yo'q aka, noto'g'ri aytyapsiz. Bomdoddan Xuftongacha o'tirish kerak edi. Yo'q, noto'g'ri bu. Tasavvur qiling. Bomdodga kirib ketyapsiz soat 6 da. Xufton soat 8 gacha. 6 dan 8 gacha qanaqa to'xtamli ibodat qilish mumkin? Bu aqlga sig'maydi. To'g'ri, bir kun qilarsiz. Ertasi kun ikkinchi kuni peshingacha zo'rg'a o'tirasiz. Peshindan keyin Xuftongacha mana shunaqa men o'tirgan holatdagi o'tirasiz. Uzoq borsa, atak yotasiz. Bu bir. Endi 3-chi kunga agar shunaqa holat bo'lsa, o'sha gazdingizdan chiqa olmay qolasiz. 4-chi kun o'sha motivatsiyangiz sinadi. Chunki ibodatga bo'lgan mehringiz qanaqadir ma'noda so'nib qolishi mumkin. Chunki hamma narsaning me'yori bor. Ibodatni, ishni, hayotni, yeb ichishni, yurish turishni, oilani, misol oila bilan ham misol ertalabdan kechgacha oila bilan o'tirsangiz ham o'sha yoqmaydi.